Yana bir qiziq narsa shuki, agarda Belorussiyaga xorijdan tashrif buyurgan futbolchi maydonga tushmoqchi, jamoaning rasmiy uchrashuvlarida qatnashmoqchi bo'lsa, buning faqatgina bitta yo'li bor, bu ham FIFAga xat. Abduqodirning Belarusiyadagi jamoasi Energetik BGUning bosh murabbiyi Anatoliy Yurich Husanovni o'z jamoasida shu qadar ko'rishni xohlardiki, FIFA bilan variant paydo bo'lganida klubning tegishli mutasaddilariga xat yozamiz deb aytdi. Ammo lekin biroq FIFA reglamentga qisman ko'z yummadi. Klub bosh murabbiyi Anatoliy Yurich esa Husanov bilan o'tkazilgan birinchi mashg'ulotdan so'ng futbolchini iqtidoriga qoyil qolib, bu bola bilan men albatta ishlashim kerak deb Abduqodir 18 yoshga to'lishi bilanoq birinchi jamoaga qabul qilinishini aytib, 1 yilga xayrlashdilar. Aytishlaricha, futbolchi bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra Husanov bir oyiga plus-minus $100 miqdorida pul olib kelgan. Bu buncha pulga hozirgi paytda ko'pchilik bir joni ko'tarmaydi-yu desiz, mumkin to'g'ri gapni aytgan bo'larsiz. Lekin gap bu yerda jamoa murabbiyining avtoriteti va yosh talantlar bilan ishlay olish mahoratida. Futboldagi ko'p iqtidorlar Sharqiy Yevropa chempionatlarini top 5 liga klublariga bo'lgan yo'ldagi tramplin kabi ishlatadilar. Endi bu tushunarli holat. Abduqodir Husanov ham xuddi shunday yo'l tutdi. Futbolchi uchun hozirni o'zida bosh soqqan uka. Menga ham soqqani xiyonatini ham o'zingga ham qilgan uka. daromad qilish emas, o'z oldiga qo'ygan maqsad bo'ldi.